Alaykum Chorva savdo YouTube kanalining aziz obunachilari hamda bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari, bugun biz Namangan viloyati Namangan shahar yoshlik baraka bozorida festival bo'lyapti. Shu festivalda video syomkalarimizni Xudo xolisa olib boramiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Xudo xolisa birinchi videomizda aytganimizdek, biz aytdik, shunaqa chempionat bo'ladi degandik. Chempionat to'lka katta qo'ylarga tarozidan o'tkazilishga bo'lar ekan xolos. Imkon boricha hozir yana bir qo'chqorlarni chiroyli qilib syomka qilib beramiz. Qo'limizdan kelgancha videoni oxirigacha ko'ringlar, bittadan like tugmasini bosib qo'yasizlar. Ya'ni qanaqa qo'chqorlarni, bundan oldingi videomizda chiqmagan qo'chqorlarni Xudo xolisa chiroyli qilib video syomka qilib beramiz. Video yoqsa bittadan like tugmasini bosib qo'yasizlar. Egasi kimiga endi buni egasi? Hurmatli obunachilar, mana oxiri ham egalarini qidirib topdik. Mana shu qo'ymi bu, nima deyiladi bu aka? Assalomu alaykum. Mana qulog'ini qarang. Voy mashalloh. Qanaqa nasl bu? Kalya. Pokiston. Quloqni qarang. Qulog'i nechi bulardi? Bular 60. 60 santimetrlik. Bularni sotiladimi bular? Nech puldan deyapsiz? Kattalar 3000 dan. Hop. Kichkinalar 1000 dan. Kichkinalari 1000 dan. Bu asosan nima yo'nalishga boqiladi? Go'shtga. Go'shtgami? Hurmatli obunachilar, go'shtga boqiladigan Pokistonda nima dedingiz? Qanaqa go'sht? Kalya qo'ylari mana. Hurmatli obunachilar. Qulog'i 60 santimetr ekan. Voy mashalloh. Bir savdosi bo'ldimi? Dangal so'ramadi hech kim. Dangal so'ragani yo'q. Hamma tomoshabin. Lekin qo'chqorlar haqiqiy zo'r ekan qo'ylaringiz. Voy mashalloh. O'zlari 1000 dan turadi. 1000 dollardan. Bu necha kilo go'sht qiladi? Omad so'yib ko'rmadim. So'y ko'rmagansiz hali. Yangi keldimi? Bu asl savdodagi emas o'zi, asl zot ko'paytirish maqsadida olingan, ha? Zot ko'paytirish maqsadida olingan. Buni sotiladi ham, garbonoslari nihoyatda zo'r bo'ladi buni mana qarang. Quloqlari haqiqiy ideal. Kalya, Pokiston kalya degan zotidan. Hurmatli obunachilar, video yoqsa like tugmasini bosib qo'yasizlar. Telefon nomerini qo'yamizmi? Ayting. 94lik 304 6006. Hurmatli obunachilar, kimga yoqsa aloqaga chiqaverasizlar. Savdoyingizni bersin. Qaysi savdo bo'lyapti endi? Mana bu bo'lib turadi mana. Mana qizil. Ha, qizil. Aha. Aqdagi necha pul berdingiz? Aqa 8 million, bana 7 million. 7 million 8 million. 15 million so'm savdosi bo'lyapti. Sog'liqlar. Jobir hokim. Yoshlari? O'zi hali, ha? Mana savdo bo'lyapti degan qiziq joydan. Hurmatli obunachilar, 8 million 7 million. 15 million so'mga savdosi bo'lyapti. Sharibjon, bularning hammasini liniyasi bormi-ku? Yo'q, mana bitta liniyasi yo'q. Qaysini? Mana uni. Qolgani qaysi liniyadan? Mana Admiraldan. Admiral. Yozda o'zim olib kelganman. Aha. Mana 80 liniyadan bir 2 kilo qoldi uyga kelgan. Mana o'zimiz natija, tepa qo'rg'on. O'zimiz natija? Ha, mana qo'ylarimiz vallahi. Voy mashalloh. Mana natijasini qaranglar. Sotiladimi bular yo prosta nech pul? 5 ming. 5 ming. Bolasini sotmaymiz, bu yaxshi bola beradi. Yo'q, o'zi olib qoladi. 5 ming. Telefon nomerini aytasizmi? 97lik. 97lik 825 825 1121. 1121. Hurmatli obunachilar, mana shunday nasldor, liniyali qo'chqor sog'liqlar kerak bo'lsa, aytilgan nomerga aloqaga chiqsalaring, Xudo xolisa ishlaring bitadi. Shoshilinglar, seleksioner aka-ukalarimizga xotirjam tavsiya qilaveramiz. Hurmatli obunachilar, yana chempion qo'chqor sog'liqlarimizdan ko'rsatib boramiz. Bu liniyasi bormi buni? Alatu, assalomu alaykum. Suyimiz aka, charchamaysizmi? Bu haqidagi qisqacha ma'lumot berasiz, endi ozgina vaqtingizni olaman, ha, uzr-a. Xo'p, bu Alatu dedingiz, yoshi qanaqa buni? Yoshi yangi 6 taga yordi, xudo xolasa. 6 taga yordi. Bo'ylari? Bo'ylari 1.5. 1.5. Vazni? Vazni hozir 180 kilo.
chiqdi, xudo xolasa. Rekordda turibdi. Rekordda turibdi, xudo xolasa. Xudo xolasa chempion. Endi xudo xolasa chempion. Niyat xolisi. Premier ham 180 kilo keldi. Endi ikkovi shu 180 kiloda turibdi, xudo xolasa. Vallahi omadingizni bersin. Sog'lig'i-chi bu? Sog'lig'ini tortilgani yo'q. Xo'p. Sog'lig'i bo'g'oz bo'lishi kerak, xudo xolasa. Mana shu qo'chqor bilan turgan. Endi xudo xolasa hisori qo'y. Bu qanaqa, zoti qanaqa bu? Arashanmi, Edelbaymi bu? Bu afg'on bilan hisorini chatishgan varianti Gibrid hibrid varianti. Alatu sortidan. Alati sortidan bo'ldi. Hurmatli obunachilar, mana Qo'chqorga bir yaxshilab e'tibor berib ko'ringlar. Joyimiz ozgina torlik qilyapti, shuning uchun syomka qilishga mana Qo'chqor endi ko'rindi. Voy mashalloh. Buni Laqabi 8. laqabi 8. Nima qilasiz buni? Sotasizmi yo? Yo'q, sotmaymiz. Tomoshaga, bundan xudo xolasa seleksiya yo'nalishida foydalanyapmiz. Hozir 5-6 ta sovliq qo'shganmiz. Bahorda yana xudo xolasa sovliqlar ko'paytirib, Seleksiyani endi boshladi. endi boshlang. 6 oy bo'ldi 6 boshlaganiga. oy bo'ldi. Hali natijani Yo'q, ko'rmaganingiz endi yo'q. 20 kunda birinchi bolasi tushadi, xudo xolasa. Shu 20 kundan keyin men siz oldingizga boraman. Andijondan ekansiz. Aqlabod, Norindan. Aqlabod, Norindan bo'ldi. Xudo xolasa, hurmatli obunachilar, imkon boricha harakat qilamiz. Bola qanaqa tushadi, qanday nasl beradi. Buni ham imkon boricha vaqti soati bilan ertaga indinga demayman, lekin bola tushgandan keyin Abzatin akam nomerini olib sizlarga taqdim etishga, bolani ko'rsatishga harakat qilamiz. Video yoqsa like tugmasini bosib qo'yasizlar. Aka sizga omadingizni bersin, qo'rangizga Alloh baraka bersin. Sog' bo'ling. Geliştir beresi. Video. Beremiz, okka beremiz. Va men yaqinroqqa chaqirib olsalaring yaxshi bo'ladimi? Kengchi mana shu futbolchi uzra. Nimaga? Hurmatli obunachilar, toza nasldor, liniyali qo'chqor qidirib yurgan aka-ukalarimizga toza nasli toza chipiga do'r bor qo'chqorimiz sotuvda. Hop bugun seleksioner aka-ukalarimiz xudo xolsa qo'chqorlarni sotishda maqsad qilishgan imkon boricha, lekin kimga yoqsa xudo xolsa aloqa qilsalaring, ishlaring bitadi. Liniya qanaqa bunda aka? Fransuz liniya. Fransuz liniya. Bilan kartasi chiqib bor. Hamma yo'g'i bor, ko'rsatib qo'yaverasiz. Ikkalasini ham. Ha, Ikkala. Kerakligan bor. Mana bu sotiladi. Buni sotiladimi? Buni sotiladi. Mana hurmatli obunachi, bo'ybaslari necha buni? 90 plus. 90 plus. Yoshi? Endi tish buzdi. Endi tish buzdi. Hurmatli obunachi, endi tish buzgan. Narxini nima deyapsiz buni? Narxini $3000 ozgina kam bo'ladi. $3000 ozgina kam bor. Xayriga o'tib beriladi. Dastavkasini ham qilib berasiz. Kelishadi. Bo'ldi. Telefon nomeringizni ayting. 99lik. 99lik 814 814 1226. 1226. Ertaroq kelaverdingizmi Qo'chqor? Qonni ham chiqmadi. Ha, erta kelgan. Xo'p, hurmatli obunachilar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like, podpiska, podeliza qilish eslaringizdan chiqmasin. Video yoqqan bo'lsa, bittadan like tugmasini bosib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Taroziga qo'yasiz qo'yingizda. Xudo xolisa. Hozircha birinchi o'rindan keyingi o'ringa ikkinchi o'ringa. Hurmatli obunachilar, bu ikkinchi videomiz. Xudo xolisa, ikkinchi videomizga ham haqiqiy qo'chqorlarni zo'ridan festivalda dashi davom ettiramiz. Xudo xolisa, bu qanaqa qo'chqor bu, Isroil aka? Mesni qo'chqor. O'zimizni mesni qo'chqor. Bo'ybaslari Bo'yi 1.7. 1.7. Ha, vasmili 176 chiqdi. 176 kilo tortildi. Yoshi-chi? 4 ish. Hurmatli obunachilar, 1.7 bo'ybaslari 176 kilo. Hop, 4 ish. Xudo xolisa, sotiladimi bu? Qanaqa bu? Sotasizmi? Bo'ldi. Liniya bormi yo'qmi? Liniya. Liniyasi yo'q, lekin o'zimizning qo'chqor bu. Hurmatli obunachilar, mana O'zbekistonda o'zimizning mesni qo'chqorlardan boqsalaring mana shu holatga keladi. Hammasi ham emas, lekin bularning ichida o'sadigani bo'ladi, o'smaydigani bo'ladi. Bu o'sadigan zotdan ekan. Xudo xolsa bu sotiladi, zot yo'nalishga qidirib yurgan aka-ukalarimizga xotirjam tavsiya qilaveramiz.
Hop, bu narxini nima deyapsiz? 5000 kami bormi? Yaxshi o'zi. Biz hali 20 qilmaydi, 5000. Savdosi bo'ldimi? 3000 ga bermadi. 3000 ga bermadingiz. Hurmatli obunachilar, 3000 dollar savdosi bo'lgan, berilmagan. Lekin haqiqiy nasldor mana. Suyagi buzuq, orqa boshlari haqiqatan nihoyatda zo'r, o'ta katta zotdan mana. 1.7 bo'ybaslari, oyoq qo'l nihoyatda haqiqiy baquvvat mana. Hurmatli obunachilar. Telefon nomerini ayting. Nomer 97 97 465 465 5600. Hurmatli obunachilar, Isroil akamiz. Bu xonadoningizdagi turgan qo'ya bu. Xonadonda turgan qo'y, sog'liqlardan ayib chiqildi. O'tgan yili chempion bo'lgan qo'y qaysi? Yo'q, bu emas bu. U emasmi bu? Emas. Mana. O'tgan yili Isroil akamiz qo'yi, o'tgan yili ham bitta qo'ylar chempion bo'lgan. Sog'liqlari ham yaxshi. Oy, mashallah. Bolasi ham bor. Savdoyingizni bersin, barakasini bersin, omad tilayman aka. Birinchi o'rinda oling iloyim. Rahmat. Sog' bo'ling. Hurmatli obunachilar, bugungi festivalga tuyalar ham chiqdi. Bu haqidagi ma'lumot. Shularni tavsiya qilaman. Maşallah. Başka yerime tiyebani kurup yiydi. Kulki tibrani yaptı ya bu.